Bugun men pensiya olayotgan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap shundaki, ayrim pensionerlar o'zlariga tegishli qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki qayta hisob-kitob huquqi borligini bilmay yurishadi. Eng achinarlisi, ko'pchilik bu pulni so'ramaguncha olmaydi, chunki ularga hech kim batafsil tushuntirib bermaydi. Shuning uchun bu ma'lumot sizga, ota-onangizga, buvingiz yoki bobongizga, qo'shningizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men kimlar qo'shimcha to'lov talab qilishi mumkinligini, qanday hujjatlar kerakligini va qayerga murojaat qilishni aniq qilib aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar oddiy odamning pulini asrab qoladi. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'rdimki, pensiya masalasida eng katta muammo pensiya miqdorining kamligida emas, balki odamlarning o'z huquqini bilmasligida. Pensiyoni oyma-oy pensiyasini oladi. Davlat qancha belgilagan bo'lsa, shu ekan deb o'ylaydi va boshqa hech narsani tekshirmaydi. Aslida esa ayrim holatlarda pensiyaga qo'shimcha to'lov qo'shilishi, pensiya qayta hisoblanishi yoki avval hisobga olinmagan ish staji sababli miqdor oshishi mumkin. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar asosida yuritilgan. Inson ishlagan korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot topish qiyin bo'lgan. Ayrim yillar mehnat daftarchasida noto'g'ri yozilgan, lavozim nomi tushunarsiz ko'rsatilgan yoki ish haqi haqidagi ma'lumotlar yetishmagan. Natijada pensiya tayinlanayotganda barcha staj va daromadlar to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Pensioner esa buni bilmagan, chunki unga pensiyangiz tayinlandi deyilgan xolos. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarga o'tkazilmoqda, arxivlar, soliq va bandlik ma'lumotlari bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi o'zgarish, lekin bu degani hamma narsa avtomatik to'g'ri hisoblanadi degani emas. Tizimda eski yillar bo'yicha ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Familiya o'zgargan bo'lishi mumkin. Ish joyi boshqa nom bilan yuritilgan bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat, bola parvarishi, zararli mehnat sharoiti, nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik kabi holatlar alohida tekshiruv talab qiladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya tayinlangandan keyin ham uni tekshirtirish mumkin va ba'zan shart. Eng avvalo, qo'shimcha to'lov deganda faqat bitta turdagi pulni tushunmaslik kerak. Bu turli holatlarda paydo bo'ladigan ustama, kompensatsiya, qayta hisoblash natijasidagi oshirish yoki avval berilmagan farq bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning ish staji to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar inson ilgari yuqori oylik olgan, lekin bu ma'lumot pensiya tayinlashda kiritilmagan bo'lsa, pensiya miqdori o'zgarishi ehtimoli bor. Agar pensionerda nogironlik guruhi bo'lsa, unga alohida imtiyoz yoki to'lovlar belgilanishi mumkin. Agar pensioner yolg'iz yashayotgan bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa yoki alohida ijtimoiy himoya toifasiga kirsa, ayrim qo'shimcha yordam turlari bo'lishi mumkin. Kimlar eng avval hushyor bo'lishi kerak? Birinchi navbatda uzoq yillar ishlagan, lekin pensiyasi juda kam chiqayotgan odamlar. Masalan, bir kishi 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi atiga eng past miqdorga yaqin bo'lsa, bu yerda savol tug'iladi. Barcha yillar hisobga olinganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'ri kiritilganmi? Mehnat daftarchasidagi yozuvlarda muammo yo'qmi? Ikkinchi toifa. Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlaganlar. Chunki o'sha davrda korxona yopilgan. Korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan yoki hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Zavod, shaxta, kimyo sanoati, paxta tozalash, issiq sex, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, ta'lim va boshqa maxsus tartibdagi sohalar. Bunday ish joylari ba'zan pensiya yoshiga, stajga yoki ustamalarga ta'sir qilishi mumkin. Endi oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, 30 yil tikuv fabrikasida ishlagan. Pensiya tayinlanayotganda mehnat daftarchasida faqat 24 yil aniq ko'ringan. Qolgan 6 yil bo'yicha korxona nomi o'zgargani sababli tizimda ma'lumot chiqmagan. Opa nima bo'lsa shu deb yuribdi. Keyin farzandi arxivga so'rov beradi, eski buyruqlar va ish haqi vedomotlari topiladi. Natijada 6 yil staj qo'shiladi. Pensiya miqdori har oy, masalan, 1 ming so'mga oshsa, bu bir yilda 1 million 800 ming so'm degani. Agar qayta hisoblashda avvalgi davr uchun farq ham berilsa, pensioner bir martalik kattaroq pul olishi mumkin. Bu oddiy misol, lekin hayotda shunga o'xshash holatlar juda ko'p uchraydi. Yana bir misol. Erkak kishi yoshligida 2 yil harbiy xizmatda bo'lgan. Keyin 28 yil qurilish tashkilotida ishlagan.
pensiyaga chiqqanda harbiy xizmat davri hujjat bilan tasdiqlanmagan. Chunki harbiy bilet yo'qolgan. U kishi pensiyani olaveradi. Keyin mudofaa ishlari bo'limidan yoki tegishli arxivdan ma'lumotnoma olinadi. Agar qonunchilik bo'yicha o'sha davr stajga qo'shilishi kerak bo'lsa, pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Bu har doim katta pul beradi deb va'da bermayman. Lekin tekshirishga arziydi. Chunki ba'zan kichik ko'rgan 2 yil ham umumiy hisob-kitobda ahamiyatli bo'ladi. Yana bir holat. Ayol kishi bir nechta farzandni tarbiyalagan. Ish faoliyati orasida bola parvarishi ta'tilida bo'lgan. Pensiya tayinlashda bu davrlar qanday hisobga olingani tekshirilmagan. Ayrim pensionerlar men uyda o'tirganman, demak stajga kirmaydi deb o'ylaydi. Aslida qonunchilikda ayrim davrlar ma'lum shartlar bilan stajga kiritilishi mumkin. Buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari, ish joyidan ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar bular topshirilmagan bo'lsa, pensiya kamroq chiqib qolgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Men odamlarni ortiqcha vahimaga solmoqchi emasman. Har bir pensionerga albatta qo'shimcha pul bor deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Agar siz pensiya tayinlanganda barcha hujjatlarni to'liq topshirgan bo'lsangiz, ish stajingiz tizimda aniq ko'rsatilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri olingan bo'lsa, alohida imtiyozli toifaga kirmasangiz va pensiya miqdori sizning stajingizga mos bo'lsa, katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir kamida bir marta tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki xato bo'lmasa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Xato bo'lsa, pulingizni tiklash imkoniyati paydo bo'ladi. Ayniqsa, yaqinda pensiyaga chiqqan va barcha ma'lumotlari elektron bazada bo'lgan odamlar uchun hisob-kitob ancha shaffof bo'lishi mumkin. Masalan, oxirgi 10-15 yilda rasmiy ishlagan, ish beruvchi barcha soliqlarni to'lagan, mehnat faoliyati elektron tizimda ko'ringan odamda muammo kamroq uchraydi. Lekin bu ham 100% kafolat emas. Ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri kiritgan bo'lishi, lavozim nomi boshqacha yozilgan bo'lishi, ayrim davrlar bo'yicha badallar ko'rinmasligi mumkin. Eng katta qopqonlardan biri shuki, pensioner og'zaki javobga ishonib ketadi. Masalan, u bo'limga boradi. Oynadagi xodim sizga hech narsa chiqmaydi deydi. Pensioner uyiga qaytadi. Men esa doim ogohlantiraman, muhim masalada og'zaki javob yetarli emas. Siz yozma ariza bering. Arizada pensiyam tayinlanishda hisobga olingan ish staji, ish haqi davrlari, imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yozma arizaga yozma javob berilishi kerak. Ana shunda mas'uliyat paydo bo'ladi. Ikkinchi qopqon, hujjat yo'q deb taslim bo'lish. Ko'p odam korxona yopilgan, endi hech narsa qila olmayman deydi. Aslida korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman yoki viloyat davlat arxivi, idoraviy arxiv, sobiq korxona vorisi bo'lgan tashkilot, hatto sud orqali faktni tasdiqlash yo'llari bo'lishi mumkin. Albatta, bu jarayon vaqt oladi, lekin bir marta qilingan harakat pensionerning har oylik daromadini yillar davomida oshirishi mumkin. 3-qopqon. Familiya ism yoki otasining ismidagi farqlar. Masalan, hujjatlarda bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimovna, yana bir joyda Karimova deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday kichik ko'ringan xatolar arxiv ma'lumotini bog'lashga xalaqit beradi. Nikohdan keyin familiya o'zgargan ayollarda bu holat juda ko'p uchraydi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. 4-qopqon. Norasmiy ishlagan davrni staj deb o'ylash. Men bu yerda aniq aytaman. Har bir ishlagan kun avtomatik stajga kirmaydi. Staj hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Agar odam og'zaki kelishuv asosida ishlagan bo'lsa, maoshni konvertda olgan bo'lsa, ish beruvchi rasmiylashtirilgan bo'lsa, keyin uni isbotlash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun hozir ishlayotgan farzandlaringizga ham ayting. Rasmiy ishlash kelajakdagi pensiyaning asosidir. 5-qopqon. Menga baribir oshirmaydi degan ishonchsizlik. Men ko'rgan holatlarda odamlar yillar davomida 100-200 ming so'mlik farqni olmagan. Bu bir oyda uncha katta ko'rinmasligi mumkin, lekin 5 yilga hisoblasangiz 6 milliondan 12 million so'mgacha farq bo'ladi. Agar bundan ham ko'p bo'lsa-chi? Shuning uchun masalaga mayda deb qaramaslik kerak. Pensioner uchun doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga ketadigan har bir so'm muhim. Ayrim qo'shimcha to'lovlar barcha pensionerlarga emas, faqat aniq toifalarga beriladi.
Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilganlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ayrim orden medal egalari, yolg'iz qariyalar, parvarishga muhtoj shaxslar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu toifalarning har birida hujjat talab qilinadi. Men shundayman deyish yetarli emas. Buni tasdiqlovchi guvohnoma, tibbiy xulosa, qaror yoki ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Yana bir nozik masala, qo'shimcha to'lovlar respublika bo'yicha yagona tartibda bo'lishi mumkin. Lekin ayrim yordamlar mahalla, hokimlik yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali alohida ko'rib chiqiladi. Masalan, kam ta'minlangan, yolg'iz yashovchi, qarovchisiz qolgan pensionerga moddiy yordam, oziq-ovqat, dori-darmon yoki uy-joy kommunal to'lovlari bo'yicha yordam berilishi mumkin. Bu pensiyaning o'ziga qo'shiladigan doimiy ustama bo'lmasligi mumkin, lekin baribir pensioner olishi mumkin bo'lgan yordamdir. Ko'pchilik buni bilmaydi. Chunki pensiyam bor, demak menga yordam berilmaydi deb o'ylaydi. Aslida pensiya borligi har doim yordamdan mahrum qiladi degani emas. Daromad, oila tarkibi, yashash sharoiti alohida ko'rib chiqiladi. Ayrim pensionerlar ishlashda davom etadi. Ishlayotgan pensionerlar ham o'z huquqlarini bilishi kerak. Rasmiy ishlayotgan davrida to'langan badallar ish haqi va staj pensiya qayta hisoblanishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Lekin bu masalada avtomatik o'shadi deb o'ylamaslik kerak. Qaysi davrda, qanday tartibda, qanday hujjat asosida qayta hisoblanishi qonunchilikka bog'liq. Shuning uchun ishlayotgan pensioner yiliga kamida bir marta o'zining pensiya ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yish foydali. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam. O'zingizdagi barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, harbiy bilet, diplom, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, orden medal hujjatlari, ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari bo'lsa, hammasini bir joyga qo'ying. Hujjat qancha tartibli bo'lsa, masala shuncha tez yuradi. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlangan bo'limga yoki tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qiling. Arizada pensiyangizni qayta tekshirishni so'rang. Men bunday mazmunda yozishni tavsiya qilaman. Menga tayinlangan pensiya miqdorlashda barcha ish stajim, ish haqi davrlarim, imtiyozli davrlarim, qo'shimcha to'lov va ustamalarga bo'lgan huquqlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Ariza oxirida telefon raqamingizni yozing, sanani qo'ying va imzo cheking. Uchinchi qadam. Arizani shunchaki berib ketmang. Qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Agar elektron murojaat qilayotgan bo'lsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Agar qog'ozda topshirayotgan bo'lsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydirishga harakat qiling. Chunki keyinchalik javob kechiksa yoki masala cho'zilsa, sizda dalil bo'ladi. To'rtinchi qadam, mehnat stajingizdagi bo'shliqlarni aniqlang. Mehnat daftarchangizni olib, yillar bo'yicha qarang. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi joyda tanaffus bor, qaysi korxona nomi tushunarsiz, qaysi davrda buyruq raqami yo'q. Shularni alohida yozib chiqing. Masalan, 1995-1992 yillar zavodda, 1993-1938 yillar fermer xo'jaligida, 1999-2005 yillar maktabda ishlagan bo'lsangiz, har bir davr bo'yicha hujjat bor yo'qligini tekshiring. Agar biror davr pensiya hisobida yo'q bo'lsa, aynan shu joydan pulingiz kamaygan bo'lishi mumkin. 5-qadam, arxivga so'rov bering. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga murojaat qiling. So'rovda korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, familiyangiz o'sha davrda qanday bo'lganini aniq yozing. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski familiyangizni ham ko'rsating. Arxivdan ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan buyruqlar, ish haqi ma'lumotlari, shaxsiy varaqat yoki vedomostlar so'raladi. 6-qadam, javobni tushunmasangiz yana so'rang. Ko'p odam rasmiy javobni oladi, lekin undagi iboralarni tushunmaydi. Hisobga olish uchun asos mavjud emas yoki ma'lumotlar aniqlanmadi degan javob har doim masala tugadi degani emas. Balki boshqa arxivga murojaat qilish kerakdir. Balki korxona nomi noto'g'ri yozilgandir. Balki siz qo'shimcha hujjat topshirishingiz kerakdir. Shuning uchun javobni diqqat bilan o'qing va kerak bo'lsa, mutaxassisdan maslahat oling. 7-qadam. Agar rad javobi asossiz deb hisoblasangiz,
yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati borligini biling. Men hammaga darrov sudga boring demayman. Avval hujjatlarni to'plang, yozma javob oling. Xatolik nimada ekanini tushuning. Lekin agar sizda dalil bo'lsa-yu, baribir hisobga olishmasa, huquqiy yo'l bilan talab qilish mumkin. Pensionni o'z pulini so'rayotgani uyat emas, bu uning qonuniy haqqi. Bir amaliy vaziyatni tasavvur qilaylik. Onaxon 27 yil maktabda ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda 22 yil hisobga olingan. Sababi u 1990 yillarda boshqa tumandagi maktabda ishlagan, hujjatlari esa hozirgi tizimda ko'rinmagan. Onaxon buni bilmaydi. Chunki unga faqat umumiy summa aytilgan. Farzandi mehnat daftarchasini tekshiradi va 5 yil yo'qolganini payqaydi. Arxivdan ma'lumotnoma olinadi. Natijada pensiya qayta hisoblanadi. Bu yerda eng muhim narsa nima? Hujjatni topish. Agar oila tekshirmaganida onaxon bu pulni umrining oxirigacha olmasligi mumkin edi. Yana bir vaziyat, erkak kishi zavodda og'ir sexda ishlagan, keyin oddiy pensiyaga chiqqan. U o'z ish sharoiti imtiyozli bo'lishi mumkinligini bilmagan. Hujjatlar tekshirilganda lavozim nomi va sex turi bo'yicha qo'shimcha tasdiq kerak bo'ladi. Agar arxivda ish joyi sharoiti, lavozim ro'yxati, buyruqlar va tegishli ma'lumotlar topilsa, pensiya masalasi boshqacha ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin agar hujjatlarda faqat umumiy ishchi deb yozilgan bo'lsa, isbotlash qiyinlashadi. Demak, lavozim nomi va ish sharoiti juda muhim. 3-vaziyat. Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Eski ish joyidagi hujjatlar qizlik familiyasida, pensiya hujjatlari esa turmushdagi familiyada. Tizim ularni avtomatik bog'lamagan. Pensionerga ma'lumot topilmadi deyilgan. Keyin nikoh guvohnomasi va eski hujjatlar birga topshirilgach, arxiv ma'lumotlari mos keladi. Shuning uchun men ayollarga alohida aytaman. Familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlarni hech qachon yo'qotmang. 4-vaziyat. Pensioner yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa joyda, sog'lig'i yomon. U faqat pensiya oladi va boshqa yordam so'rashga keladi. Mahallaga murojaat qilganda uning ijtimoiy holati o'rganiladi va bir martalik yordam yoki ijtimoiy xizmat masalasi ko'rib chiqiladi. Bu pensiya jamg'armasidagi qayta hisoblash emas. Lekin pensionerning real hayotiga yordam beradigan qo'shimcha manba. Shuning uchun masalani faqat bitta idora bilan cheklamang. Men sizni yana bir narsadan ogohlantiraman. Hech qachon pul chiqarib beraman degan vositachilarga ishonmang. Pensiya masalasi hujjat, qonun va rasmiy ariza bilan hal bo'ladi. Kimdir falon pul bersangiz ustama qo'shib beraman desa, bu juda xavfli. Siz pulingizdan ayrilishingiz, hujjatlaringizni noto'g'ri qo'llarga berib qo'yishingiz yoki firibgarlikka duch kelishingiz mumkin. Hamma murojaatlarni rasmiy tartibda qiling. 2-ogohlantirish. Hujjatlarni asl nusxada berayotganda ehtiyot bo'ling. Iloji bo'lsa, nusxa topshiring, aslini esa faqat ko'rsatish uchun olib boring. Agar asl hujjat topshirish talab qilinsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat oling. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, guvohnomalar yo'qolsa, keyin tiklash qiyin bo'ladi. 3-ogohlantirish, muddatlarni o'tkazib yubormang. Ba'zi masalalarda ariza berilgan kundan boshlab qayta hisoblash. Ayrimlarda esa boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Ya'ni keyin boraman deb yillab kutish foydangizga ishlamasligi mumkin. Agar bugun shubhangiz bo'lsa, bugun harakat boshlang. Har oy kechikish ehtimoliy pulingizning yo'qolishi degani bo'lishi mumkin. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya miqdori bir marta belgilandi. Endi hech qachon o'zgarmaydi deb o'ylamang. Agar staj to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlar kiritilmagan bo'lsa, imtiyozli davrlar tasdiqlanmagan bo'lsa yoki siz alohida toifaga kirsangiz, qo'shimcha to'lov. Ustama yoki qayta hisoblash huquqi bo'lishi mumkin. Buni hech kim kelib uyingizda tushuntirib bermasligi mumkin. Shuning uchun o'z huquqingizni o'zingiz talab qilishingiz kerak. Men sizga tavsiya qiladigan eng oddiy harakat shu. Bugun mehnat daftarchangizni, pensiya hujjatlaringizni va eski ma'lumotnomalaringizni olib, hammasini birma-bir tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering va pensiyangiz qanday hisoblanganini tushuntirib berishni so'rang. Agar bo'shliq bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta so'rang. Sizning pensiyangiz bu shunchaki raqam emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz natijasi. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunga o'xshash holatga duch kelgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Qaysi hujjat yetishmagan? Pensiya qayta hisoblanganmi?
qo'shimcha to'lov olgansiz. Boshqalarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir pensionerning har oy oladigan pulini oshirib berishi mumkin.